İpoçik va Senur ijrosidagi Utti Putti Utti Tu degan qo'shiq bor. Ushbu qo'shiqni kimlar ijro etgan? Mani kim deb o'ylayapsiz? O'zingizdan siz kimni yasavasiz? Variantlarni eshiting. A. G'aybulla Tursunov. B. Dengiz Sheri. S. Avaz Oxun. D. İpoçik va Senur. E'tibor bering. D. İpoçik va Senur. G'aybulla Tursunov Ostrenddayu. Savolga e'tibor bering. Kimlar ijro etgan? Kimlar ijro etgan? G'aybulla Tursunov. Gaplar haqida ketyapti. Ha, kimlar deyapsiz? Lar haqida. Bo'ldi, topdim. Avaz bilan Oxun aka. Alo. Ha, kecha aytdim-ku, axir Rossiyadan O'zbekistonga eng qulay pul o'tkazish tizimi bu Milliy Pay. Bank kreditlari, kommunal to'lovlar hammasiga to'lov amalga oshirsang bo'ladi. Ha, istalgan kartaga, Uzkart, Humo. Agar pul dollarda bo'lsa, vizaga ham o'tkazishing mumkin. Bo'ldi, boshimni qotirma, axir men efirdaman. Davom etamiz. İpoçik va Senur ijrosidagi İpoçik va Senur, ya'ni qiz va yigit ijrosidagi Utti Putti Utti Tu qo'shig'ini İpoçik va Senurdan boshqa yana kim ijro etgan bo'lishi mumkin? Avaz Oxun. Gecelerde düşer rüya hayalin